Assalomu alaykum barchaga, mana web kanaliga xush kelibsizlar. Xullas, bu videoda sizlarga sarmoyasiz ravishda, ya'ni claim qilsa bo'ladigan, Bitcoin satoshisi claim qilsa bo'ladigan saytni ko'rsatib o'taman. Saytda ro'yxatga o'tish ham shart emas. Hozir video davomida qisqa qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar, juda ham ko'p narsalardan boxabar bo'lib turasizlar. Qaysi saytdan pul chiqarsam, hammasi mana shu Telegram kanalimda bo'ladi. Silkasi video kommentariyasida. Xo'p, bizga bugungi videolar uchun mana shu Best Change sayti kerak bo'ladi. Bu saytni ko'pchilik biladi. Ya'ni bu saytda biz bemalol o'zimizning har xil valyutalarni almashtirishimiz mumkin yoki yerdan o'zbek kartalaridan xohlagan bir birjalarga pul solishingiz mumkin. Xullas, o'shanaqa sayt. Buni ro'yxatga o'tib bemalol o'sha ishlar uchun foydalansanglar bo'ladi. Videomiz lekin bu Best Change, ya'ni pul almashtirish haqida emas. Bizga bu saytda o'zining qo'shimcha bonusi mavjud, ya'ni bu yerda BTC Faucet degani mavjud. Ya'ni saytga kirasizlar, sayt silkasi video kommentariyasida bo'ladi. Xullas, kirasizlar, BTC Faucetga o'tamiz va bu yerga mana ko'rishingiz mumkin. O'zi haqida yozib qo'ygan, yaqinlashtirib ko'rsatib beraman. Har soatda biza 1 satoshidan 100 satoshigacha mana shu joydan claim qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Va bu yerda yozib qo'ygan, ya'ni 1000 satoshi yig'ilganda, sizning hisobingizda 1000 satoshi yig'ilganda bemalol bu saytdan pul chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Men 1000 satoshi yig'dim va buni Faucet Pay'ga chiqardim va bu sayt to'lab berdi. Umumiy hisobda bugungi o'zida do'stlar 7200 ta satoshi bu sayt o'zida mana shu joyda claim qilingan ekan, statistika ham berib o'tgan. Bunda claim qilish juda ham oddiy. Mana bu joyga Bitcoin adresini olib kelib qo'yishingiz kerak bo'ladi va mana bu click to verify ni, ya'ni kapchani terib claim free Bitcoin bosiladi. Buni qayerdan olib kelib qo'yamiz? Faucet Pay'ga o'tasizlar. Faucet Pay hamon sizda yo'q bo'lsa buni ochishingiz mumkin. Bu haqida videolar chiqarganman. Mana o'ng tomon tepada burchakda chiqib turibdi. O'sha videolarni ko'rsanglar, Faucet Pay hamon ochish uchun olishingiz mumkin bo'ladi va hozir Faucet Pay hamyondan Bitcoin adresini olishni ko'rsatib o'taman. Mana kiramiz. Hozir sizlarga buni to'lab berganini ham ko'rsatib o'tay. Bu yerda mana history bo'lib o'tadigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin. Bizga 21 mart kuni 1000 satoshi tushib kelgan. Mana shu saytda o'zidan men o'zim chiqarib olganman xullas. Endi bizga pul chiqarish, ya'ni bu saytdan wallet bo'limiga o'tamiz. Wallet bo'limiga o'tadigan bo'lsak, mana bu joyda 3 ta nuqta mavjud. Bitcoin ustida mana shu 3 ta nuqtani ustiga bosib, bu yerdan depozit bosadigan bo'lsak, bizani Bitcoin adresimizga chiqib keladi, mana ko'rganingizdek. Va mana buni copyright qilib olamiz va boyagi saytga o'tamiz. Saytga o'tamiz va mana shu joyga joylashtiramiz. Keyin bu yerdan click to verify ni bosamiz va bu yerda mana hozir kapcha chiqib keladi. Kapchani bajarasizlar, daraxt misol buni o'zingizlar to'g'rilab bajara olasizlar. Hamma biladi menimcha kapcha bajarishni. Va claim free BTC ni bosadigan bo'lsak, mana bizga 5 satoshi berdi hozirning o'zida va ko'rishingiz mumkin, mana 11 ta satoshi, 1000 ta satoshi men chiqarib olganman va hozirda 224 ta satoshi yana yig'ilgan. Yana 1000 bo'lsa yana chiqarib olaman. Xullas, mana shunday qilib sayt o'zidan ishlashimiz mumkin bo'ladi. Transaction history ni bosadigan bo'lsam, bu yerda mana ko'rsatib qo'ygan qancha chiqarganimni. Xullas, sayt juda ham zo'r. Bemalol bu sayt o'zidan ro'yxatga o'tmasdan Bitcoin satoshilarni claim qilsanglar bo'ladi. Hozir sizlarga 1000 satoshini narxini ham ko'rsatib o'taman. Bu to'g'ri, bu juda ham kam hisoblanadi. Hozir bu yerga Bitcoin price deb yozamiz. 11000 so'm ekan do'stlar, 1000 satoshi. 11000 so'm sarmoyasi ishlaganman. Xullas, ko'rganingizdek o'rtacha $1 narxida. Xullas, sayt sarmoyasi shundaylar, $1 bizga beryapti. Bemalol foydalansanglar bo'ladi. Silkasi video kommentariyasida bo'ladi. Videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videoda ko'rishguncha hammaga rahmat.